Yanıklarında chiqish organlari xodimda borligi turibdi. Albatta, albatta. Sig'maydi. Ahsan aka, qo'lini keyin ketib qolmang, biz olaylik alomatini. Kelishingizga qoram yog'ordi, bilgansiz. Juda xursandmiz. Bu oydinlik degani bu. Shunaqa. Oydinlik. Tabriklaymiz xullas. Taassurotlar qanaqa? 2026 qanday taassurotlar bilan esingizda qoldi? Esimizda qolgani juda ham katta komanda bo'lib ketdik. Hammasi O'zbekistonning top sportchilari, eng shu hammasi jahon chempioni, Osiyo chempioni. Bordik, borgandan birinchi biz chiqib birinchi o'rin bo'ldimi? Hamma O'zbekiston ikkinchi, birinchi o'rin, ikkinchi o'rin, uchinchi o'rin hamma lol qoldi. Bizni keyin jamoamizni ahilligini ko'rib, bizni tanimagan amerikanslar, boshqa davlatdagilar kelib, qo'limizni siqib, zo'r komanda ekansizlar, ahil ekansizlar deb tabriklab ketdi. O'zbekistonni, o'zbek xalqini tarbiya, odob, axloqini ko'rsatib keldik.
faqat natija bilan emas, odob axloq tomonidan ham ko'rsatib keldik. Shuning uchun rahmat hammaga. Prokart bilan tabriklaymiz. Davomli bo'lsin, xayrli bo'lsin. Taassurotlar qanaqa? Taassurotlar so'z bilan ifodalab bo'lmaydigan darajada ko'p. Bu prokart nafaqat meniki. Mana shu prokartni olayotganimda bitta narsani his qilib turdim. Aytaman shuni degan edim. Orqamda mana shuncha odamni turib O'zbekiston degan so'zi meni qulog'im tagida jaranglab turdi men. Shu bir xonada turib aytaman, rost so'zim. Prokart bu meniki emas, butun o'zbek xalqiniki. Ana endi biz O'zbekistonning kuchini pro shoularda yana ham zo'rligini isbotlab beramiz, xudo xolasa. Albatta bu uchun biz Xonsaroy kompaniyasiga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat. Qarsaklar? Xonsaroy biz jamoani yig'ishga yordam bermaganida biz viza ham ololmagan bo'lardik, bunaqa musobaqalar ham bo'lmagan bo'lardi. Bu charxpalakda aylanadi-da. Biz duo qilamiz, Xonsaroy ishi yaxshi bo'lsin deb, Xonsaroy ishi yaxshi bo'lgandan keyin bizga ehson qiladi, biz o'sha ehsondan rezultat qilamiz. O'qiganiga bu musobaqaga birinchi marta qatnashishimiz, taassurotlarim juda ham ulkan. Men uchun juda ham katta tajriba bo'ldi bu. Xudo xolasa, kelasi sentyabr oyida bo'ladigan Mr Olimpiyaga juda ham kuchli tayyorgarlik qilib, undan ham yaxshi natija qilishga va'da beraman. Xonsaroy kompaniyasiga juda ham kattakon rahmat aytamiz. Agar bu kompaniya bo'lmaganda biz o'shancha joyga bormasdik, bunaqa tajribalarni ko'rmasdik. Shu kompaniya bor ekan, bizga vizalar berib, shu davlatlarni ko'rib, yana ham tajriba o'ttirib, yana ham keyingi musobaqalarga kuchli bo'lib qaytishga yordam bergan kompaniyaga rahmat aytaman. Salomat. Assalomu alaykum. Taassurotlarim juda yaxshi. Biz bu musobaqaga почти 6-7 oy astoydil tayyorlandik. Bilardim, Ibrohim ikkalamiz birinchi, ikkinchi o'rinda albatta olardik. Bu musobaqada Ibrohim haqiqatan kuchlilik qilib, mana o'zini kategoriyasida birinchi o'rinda oldi va mutlaq chempion bo'lib, mana shu kategoriyada yutganini yaqqol isbotladi. Undan tashqari biz bu musobaqaga jamoaviy bo'lib juda yaxshi tayyorlandik Amerikada. Bir oy oldin ketib, hammamiz bir-birimizga yordam berib, ovqatimizda, turishimizda kimdir orqada qoladi, kimdirni tortamiz, jamoaviy bo'lib yaxshi tayyorlanib, xudo xolasa bundan keyingi musobaqalarda ham xuddi shunaqa ahil bo'lib, aka-uka bo'lib, O'zbekiston bayrog'ini yaxshi yuqorilarga ko'tarib oqlaymiz degan umiddaman. Albatta Xonsaroy komandasiga, Xonsaroy kompaniyasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bular bo'lmaganda balkim biz u joylarni ko'rmasdik. Bunaqa sharoitlar hech kim qilib bera olmaydi. Bizga shunaqa qulayliklar qilib berdi. Mana qaytishimizda bitta samolyotdan qolib ketdik. Sirazi bizga biletni olib, yo'limizni yana yengillatib berdi. Albatta rahmat aytaman hammalaringga. Rahmat katta. Rahmat. Bir-birimizga ovqat qilib, bir-birimizga yordam berib, bir oiladek yashadik. Bunga Xonsaroy yordam berdi. Mana shu musobaqaga borishimizga, chiqishimizga, mana shu o'rinni olib kelishimizga, o'shanga katta rahmat aytmoqchiman. Xudo xolasa sentyabrda bo'ladigan musobaqani yorib kelamiz deb umid qilamiz. Bundan keyin bundan ham qattiq tayyorlanib, bundan ham katta rezultat qilamiz. Let's go! Rahmat hammaga. Yaxshi o'rin oldi. Mana Ibrohim o'zi professional, biz bilan musobaqaga chiqmaydi. Buni Jahongir birinchi professional bo'ldi, Ibrohim ikkinchi professional. Ana endi bularning musobaqasi alohida bo'ladi. Birinchi o'rin olmaganlar yana birga musobaqaga chiqib, o'rin ololmaganlarga dars bo'ldi. U yoqdagi raqiblarini ko'rdi o'zi. Ana endi ochlik odamni oldinga yugurtiradi. Bular bundan ham qattiq tayyorlanib, xudo xolasa hamma birinchi o'rinni olib qaytadi. Bunda mana Xonsaroy yordam berib tursa, professionalga o'tib ketadi. Alohida yana bularni ham professional yo'lini ham qo'llab-quvvatlab O'zbekistonni dunyoda hozir mana o'tgan yil borganimizda O'zbekistonni bilmasdi. Pokiston, Afg'oniston derdi. Ikkinchi marta eshitdi. Uchinchi marta mana bu safar kelishimizdan O'zbekiston deb kutib oldi. Bunaqa natija qilganimizdan keyin hammasi tan berdi. Bundan buyog'i faqat yuqoriga, xudo xolasa. Keyin o'zingizga savol. Menimcha sizdek yosh ulug' inson u yoqda bo'lmasa kerak, to'g'rimi? Bu borada ham rekord o'rnatgan bo'lsa kerak. Bor, yo'q, bor. U yoqda 50+ bor, 60+ bor. Prosta bu yoshdagilar bunaqa formada bo'lmaganligi uchun mana ikkinchi marta 2025 ham birinchi o'rin bo'ldi, 2026 ham o'tgan yilgi raqiblar undan ham yaxshi tayyorlanib kelgan ekan. Baribir O'zbekning oshini kuchini ko'rsatdik. Rahmat kattakon, hammaga salomat bo'ling. Hammalaringizga rahmat. Sizlarning duolaringiz bilan mana shunaqa rezultat qilib yuribmiz. Sizlarning duolaringiz bilan.